İşimiz bugun o'xshamasa ertaga o'xshaydi, ertaga o'xshamasa indin o'xshaydi. Umuman o'xshamasa hech narsa qilmaydi. Ya'ni-da. Umuman o'xshamasa nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Hamma bir xil bo'lish kerak degan qonun yo'q. Hammani ishi birdan o'xshashi kerak degan narsa yo'qki. Men nima dardim bo'lsa, hammani shunaqa dardi bo'lsin. Men ko'r bo'lsam, hamma ko'r bo'lsin. Men baxtsiz bo'lsam, butun dunyo baxtsiz bo'lsin. Nima dardim bo'lsa, hamma shu dard bilan dardlansin deya olmaymiz-ku. To'g'rimi? Bu bizga to'g'ri kelmaydi. Biz insonlik bunday qila olmaymiz. Bunday deya olmaymiz. Agar unday deyotgan bo'lsak, bir kasal bor ichimizda. Bir maraz bor ichimizda. Onani qorindaligimizda rizqimiz haqida o'ylamaymiz-ku. Bugun borib bir tashqariga chiqib kechki ovqat yeb kelay, bir joydan borib demaymiz-ku, to'g'rimi? Onani qorini devorlaridan bizga rizq keladi. Bugun yerni devorlaridan bizga rizq kelyapti. Farqi yo'q, farqi bor. Farqi yo'q. İkisi aynı emasmi? Aynı. To'g'rimi? Biroz huzurli bo'lishimiz kerak. O'zimizni ko'p qiynaymiz. Vahima qilmas kerak. Vahima bizni nima deydi? Har ko'yga soladi-da, vahima insonni har ko'yga soladi. Jinoyatga qo'l urishimiz mumkin. Sudxo'rlik qilishimiz mumkin. Haromga kirib ketishimiz mumkin. Shirkka kirib ketishimiz mumkin. Vahima, buni bizga qildirayotgan vahima. Kim qildiryapti? Vahima qildiryapti. Bu vahima qayerdan keldi? İçimizdagi ishonchsizlikdan keldi. Bu